Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun sizlarga men gullarga va boshqa uy o'simliklariga oziqlantirish uchun 5 ta udobрение turini tayyorlashni o'rgatishga harakat qilaman va ularning qanday foyda berishligi haqida ozmuncha maslahatlar berib o'taman. Bizda hozir o'zimiz uyda foydalanadigan piyoz po'choqlarini oldik. Keyingisi chesnok, o'zimiz uyda foydalanadigan chesnoklarni oldik. Undan keyin tuxum po'choqlaridan foydalanamiz. Undan keyin o'zimiz iste'mol qiladigan qizil lavlagini oldik. Keyin uyda non oshirish uchun foydalanadigan droj oldik. Hamda oddiy shakardan 5 ta udobрение tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Birinchi biz kichkina matohga tuxum po'choqlarini solib olamiz. Keraklisini solib olamiz. Mana shu yetadi. Undan keyin buni yaxshilab ip bilan bog'lab olamiz. Endi biror bir buyum bilan ezish kerak. Uni ezganda to'pon bo'lib ketishi shart emas. Uni 800 ml bankaga solamiz. Men mana shu holatda solaman, chunki ertaga mana shu tayyor bo'lgan udobрениyani suzib olish kerak bo'ladi. Shuning uchun shu holatda solaman. Unga tayyorlab qo'ygan issiq suvim bor. Shuni quyaman. Mana suvni quyib oldik. Endi ozgina qoshiq bilan aylantiramiz. Bu matoning, ipning bu udobрениyaga hech qanday zarari yo'q. Endi buni biz qopqog'ini yopib 2 sutkaga qorong'u joyga qo'yamiz. Keyingi bizning tayyorlaydigan udobрениyamiz chesnok. Chesnokdan faqat 3 ta bo'lagini olamiz. Mana 3 ta bo'lagini, buni sirtini tozalab archib tashlashga ham bo'ladi yoki hammasini birga solib udobрение tayyorlashga bo'ladi. 3 tasini olamiz. Tayyorlab qo'ygan matohga o'raymiz. Kichkina ip bilan bog'lab buni ham ezib olamiz. Uni men mana shu nimadan foydalandim. Plastovuzdan ezib yaxshilab olamiz. Bu chesnokning foydasi gullarni yaxshi rivojlantiradi.
oziqlantiradi. Bu juda ham yaxshi immunitetni ko'taradi. Buning katta foydasi bor. Mana chesnoqlarimiz ezildi. Endi buni yana o'sha 800 millilitrlik bankaga solib, mana shu holatda solamiz. Suzib olish uchun ertaga o'ngayroq bo'ladi. Yana qaynagan suv ham bo'ladi, issiq holatdagi suv ham bo'ladi. Bunun kapağını yapıp yapamiz. Keyin mana shu holatda qorong'u joyda 1, 2 yoki 3 sutka ham qo'ysa bo'laveradi. Keyin olib gullarga qancha normada berish kerakligini keyingi videomizda ko'rsataman. Keyingi udobreniyamiz o'zimiz uyda ishlatiladigan oddiy piyoz po'choqlaridan foydalanamiz. Bulardan ko'proq solsa ham bo'laveradi. Piyoz po'choqlarining foydasi, bundan tayyorlangan udobreniyaning foydasi gullarimizga, boshqa o'simliklarga judayam zararli hasharotlar ko'p zarar keltiradi. Shuning uchun mana shundan foydalansak katta natija beradi. Buni ham xuddi boyagiday tayyorlab olamiz. Nafaqqa o'rab, undan keyin bankaga solamiz. Bu ham 800 millilitr gramli banka. Uni solamiz. Mana shu holatda bo'ladi. Ustidan yana o'sha issiq suvdan foydalanib qo'yamiz. Buning ham normasini ertaga Xudo xohlasa tayyor holatda, tayyor bo'lgan massasini qancha qo'yish kerakligini ko'rsatib o'taman keyingi videoda. Xudo xohlasa kapog'ini yopib, buni ham qorong'u yerga qo'yib qo'yamiz. Bu ham 1 sutka tursa yetadi. Endi keyingi udobreniyamizning turi. Uning uchun o'sha 800 millilitrlik bankani oldik. Unga o'zimizning uyda non oshiradigan uydagi drojimizdan 1 qoshiq solamiz. Keyin shakardan 3 qoshiq solamiz. Bu udobreniyalar gullatishni tezlashtiradi, butonlarni ko'paytiradi hamda vitaminlarga boy bo'ladi. Tomirlarga quvvat beradi. Gullarga, boshqa o'simliklarga, uy o'simliklariga. Endi uni yana o'sha issiqroq suv quyamiz. Qaynagan bo'lmasligi kerak. Qo'limizdan issiq bo'lib tursa yetadi. Quyamiz. Buni suvini ozroq quyamiz.
Çünkü drojimiz aşıp, nan aşırganda köpeygende köpeyadi. Axtaramiz bunu. Yaxshilab axtarib, mana tayyor bo'ldi. Endi bu udobreniyamizni 2-3 soatdan keyin foydalansak ham bo'ladi. Uni ham issiqroq yerga qo'yamiz. Hamda mana shu holatda mana udobreniyamizning rangi chiroyli bo'lib paydo bo'ldi. Mana shu holatda uni issiqroq yerga qo'yamiz hamda bugun foydalansak bo'ladi. 3-4 soatdan keyin foydalanishga bo'ladi. Endi keyingi udobreniyamiz qizil lavlagining po'chog'ini olamiz. Uni bankaga solamiz. Qobiqlarni olib bu udobreniyalarning hammasi gullarga ozuqa bo'ladi. Vitaminli mahsulotlar. Bularni har 10 kunda foydalanish kerak. Her bir vitaminning orasini 10 kun, bir hafta foydalanish kerak. Chunki bir vitaminning ustiga ikkinchi vitaminni qo'yib tashlamaslik kerak. Mana endi tayyor bizning qobig'imiz. Unga ham issiq suv quyamiz. Her vitaminni tayyorlaganda gullar uchun vitaminlarni orasidagi kunlarga e'tibor berish kerak hamda uni yozib qo'yish kerak. Chunki vitaminlarning bittasidan oziqlanib ikkinchisini quyib yuborishga bo'lmaydi. Birinchi quygan vitaminimizdan foydalanib bo'lgandan keyin 10 kun yoki bir hafta o'tgandan keyin ikkinchi vitamindan foydalanish kerak. Shu bilan biz 5 ta vitaminni her 10 kunda foydalansak, masalan 50-60 yoki 2 oyga orasi cho'zilishi mumkin. Ana shu holatda mana tayyor bo'ldi. Buni ham 2 sutka qo'yamiz. 1 sutka qo'ysak ham bo'ladi. 2 sutka qo'ysak ham bo'ladi qorong'u joyga va tayyor suvni gullarga quyishni keyingi videomizda ko'rsataman. Savollaringiz bo'lsa kommentariyga yozib yuboringlar. Kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz podpisatsiya etishni iltimos qilaman hamda like bosishni unutmangiz. Savollaringiz bo'lsa, kamchiliklar bo'lsa aytib yozishingiz bo'ladi. Xayr, yangi videoda ko'rishguncha.